Bugungi kunda yurtimizdagi mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalarimiz soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Jumladan, Toshkent tumanidagi mahalliy korxona hozirda ishlab chiqarayotgan mebel mahsulotlari xaridorligi bilan ishtirokchilar qiziqishiga sabab bo'lyapti. E'tiborlisi, korxona O'zbekistonda daraxt importini kamaytirishni maqsad qilgan. Nargiza Yusupova biz bilan jonli efir orqali bog'lanishga shay turibdi. Marhamat, Nargiza, efirdasiz. Katta rahmat. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu mebel mahsulotlari ayni paytda mahalliy ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan tayyorlanmoqda. E'tiborli jihati, ushbu mebel mahsulotlari nafaqat mahalliy bozorga, balki eksportga ham keng yo'naltirilyapti. Qolaversa, aynan mana shu korxona faoliyati yo'lga qo'yilishi asnosida 100 nafar yurtimiz fuqarolari o'zlarining doimiy ish joylariga ham ega bo'lishdi. Jarayonlar haqida biz korxona ish boshqaruvchisi Mirqodiyev Mirazim akaga yuzlanamiz. Mirazim aka, aytingchi, ayni paytda korxona necha xil turdagi mebel mahsulotlarini ishlab chiqaryapti? Hozir kunga kelib 30 dan oshiq oshxona, restoran, mehmonxona mebellarini ishlab chiqarmoqdamiz. Mana shu mebel mahsulotlarga kerak bo'lgan xom ashyo qayerdan olib kelinyapti? Xom ashyoni Rossiya, Ukrainadan olib kelyapmiz. Import hajmini kamaytirish maqsadida yaqinda davlat tomonidan yer ajratildi. Bunda o'zimizga kerak bo'lgan qattiq turdagi daraxtlarni yetishtirishni yo'lga qo'ydik. Ko'chatlari ekilyapti, demak. Ko'chatlari ekildi. Xudo xolisa mana Poloniya ko'chatini ekdik. Buni afzal tomoni tez o'sib va bizga kerakli mahsulot holatiga yetib beradi. Tezlash jarayoni tez sodir bo'ladi. Aytingchi, qaysi davlatlarga bugungi kunda mahalliy bozordan tashqari eksport qilinyapti mana shu mahsulotlar? Hozirgi qo'shnilarimiz mana Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston shu davlatlarga eksport qilib turibmiz. Oldingi ISO 9001 sertifikatini qo'lga kiritdik. Bundan keyin birinchi ilk eksportimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga bo'ldi. Yaqinda mana Birlashgan Arab Amirliklari bilan shartnoma tuzdik. Shuni ishlab chiqarish jarayonidamiz. Ko'rgazmalarda ishtirok qanday bo'lyapti korxonani? Ko'rgazmalar mana yaqinda Istanbulda ham, Turkiya Istanbul shahrida ham munosib ishtirok etdik. Mana shu Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'sha yerda shartnoma imzolandi. Mana kuni kecha 21-25 noyabr kunlari Rossiyaning Moskva shahrida ham bo'lib o'tgan ko'rgazmada ham munosib ishtirok etdik. Mana hozir endi 15-17-da bo'ladigan Ozarbayjonning Baku shahridagi ko'rgazmaga ham tayyorgarlik ko'ryapmiz. Katta rahmat. Qo'shimcha sifatida aytib o'tamiz, aynan mana shu korxonada kelgusida yumshoq turdagi mebel mahsulotlari ham ishlab chiqariladi va buning asosida yana 60 nafarga yaqin bo'lgan kishi ish bilan bandligi ta'minlanadi. Toshkent viloyatidan hamkasbim Nargiza Yusupova biz bilan to'g'ridan to'g'ri jonli efir orqali bog'landi. Ma'lumotlar uchun rahmat.